Talaba qiz o'qituvchisi tomonidan pichoqlandi. Toshkent shahrining Sergeli tumanida 2004-yilda tug'ilgan qiz va uning tanishi bo'lgan 51 yoshli xitoylik erkak 1998-yilda tug'ilgan o'qituvchi tomonidan pichoqlab o'ldirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 21-may kuni Toshkent shahar Sergeli tumanida O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida o'rindosh o'qituvchi bo'lgan yigit 2004-yilda tug'ilgan talaba qiz va uning tanishi bo'lgan Xitoy Xalq Respublikasi fuqarosini rashk sababli pichoqlagan. Pichoqlangan xitoylik shaxs voqea joyida vafot etgan. Talaba qiz esa voqeadan 2 kun o'tib joriy yilning 23-may kuni shifoxonada jon bergan. Aniqlanishicha, talaba oliygohning talabalar turar joyida yashagan. Hozircha mazkur holat yuzasidan universitet hech qanday rasmiy munosabat bildirmadi. Sergeli tuman prokuraturasi tomonidan esa hodisa bo'yicha Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Voqealar rivojini Avlod mediada kuzatib boring.